xizmatingda goho kunim tunim o'tar. Keling deya uyda murg'ak bolam kutar. Xasta onam yo'l qaraydi bo'lib mustar. Duolaring dardlarimga darmon elim. Bizning asosiy vazifamiz o'sha ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lib qolgan fuqarolar bilan ishlash. Kulsang shodon kuningdirman. Ne bo'lsam ham sen bilanman, seningdirman. Baxtim senla nomun nishon elim. Uniki toifadagi ijtimoiy himoyaga muhtoj xatlarga biz qo'ldan kelgancha avvalambor davlatimiz prezidenti tomonidan qabul qilingan qarorlarga binoan hamda ijtimoiy himoya milliy agentligimiz tomonidan qabul qilingan buyruqlarga asosan xizmat ko'rsatib boryapti. Masalan, o'tgan yil davomida nogironligi bo'lgan fuqarolarimizning 6 nafari sanatoriylarda bepul yo'llanmalar asosida davolanib qaytishdi. Dildan menga nishon elim. Xizmatga shay askardek har oni